Ibn Sinoning bolaligida ularga qo'shni bo'lib, Ibn Sino bilan tengdosh Umar ismli bola yashardi. Ular bir madrasada ta'lim olardilar. Umarning eng ko'p ishlatadigan so'zi menga ber, Ibn Sinoniki esa nima uchun edi. Bolalarning qo'liga qachonki pul tushsa, Umar yong'oq, Ibn Sino esa kitob sotib olardi. Bir kuni Umarning dadasi muallimning oldiga bordi. Muallim unga Ibn Sino Umardan aqlliligini aytib, unga Ibn Sinoni maqtadi. Shunda Umarning otasi e'tiroz bildirdi. Axir qanday qilib ular bitta maktabga borishadi, bitta sinfda o'qishadi, hatto yonma-yon hovlida turishadi. Nega mening o'g'lim Ibn Sinodan aqlliroq emas dedi. Shunda muallim Umarni bir chetga chaqirdi va dedi: "Qo'limda 2 shoxli, 1 dumli, 4 oyoqli bir narsa bor. Topchi, u nima?" Umar biroz o'ylanib turgach, "Topdim, bu ho'kiz" deb baqirdi. Shunda muallim Umarning otasiga qarab: "Ko'rdingizmi? O'g'lingizning biroz bo'lsa ham savodi bor, lekin yaxshi o'ylash qobiliyati yo'q" dedi.